Hali beri hech kim inkubator tayyorlash haqida video qilib chiqmagan bo'lsa kerak. Bugungi videomizda ishxonamizda qisqacha inkubator tayyorlash haqida video bo'ladi. Oldindan aytib qo'yay, betartib ekan deb negativ yozib yurmanglar kommentariyaga. Birinchi ishimiz mana bunday butun Penaplex listimizni kesish jarayoni bo'ladi. Buni lezva pichoq orqali kessanglar ham bo'ladi. Biz o'zimizga qulaylik uchun mana bunday spiralli kesadigan qilganmiz. Hozir buni ishlatib ko'rsatib beraman. Bu stanokchamiz 12 voltga ishlaydi. Blok bitani qo'yilgan bo'ladi. Mana spiralimiz ichga tushdi. Hozir kesib ko'rsatib beraman. Mana bunday Penaplex olamiz. Spiralni olib borib turib, xohlagan razmerimizga kesib beradi. Mayda razmeri bor, shunga qadab turib bir xilda kesamiz, standart bo'ladi. Bu inkubatorlarimiz zavod bilan birga bir chiqadi. Ko'pchilik o'ylashi mumkin, qo'lda yasalgan inkubatorlar har xil bo'ladi deb o'ylashi mumkin, lekin hammasi 100% bir xil bo'ladi. Kerak bo'lsa zavod inkubatordan ham yaxshi ochib chiqadi. Inkubatorimizdan ishlatganlar kommentariyaga fikringizni yozib qoldiringlar. Keyingi videomiz mana bunday dekor yopishtirish jarayoni bo'ladi. Dekor bilan burchak. Mana inkubatorda korpusiga mana bunday dekor plastlar yopishtiramiz. Ancha baquvvat, bu oddiy plastik emas, dekor plast bo'ladi. Buni ustakalarimiz yaxshi tushunadi. Burchagiga manaqa plastmassa ugolni yopishtiramiz, mustahkam qilishlik uchun. Bu dekor plast bilan mana bu burchagini mana bu pistolet kilay orqali yopishtiramiz, mustahkam ushlaydi. Ko'rishinglar mumkin, dekor plast yopishtirilgan holati, burchak yopishtirilgan holati. Bu yonboshi qo'yiladi, yonboshi mana shunday holatda keladi. Keyin esa inkubatorda tuxum teradigan latogini tayyorlaymiz. Buni mana bu kesadigan apparatimizda razmer bir xilda kesib beradi, shu orqali kesamiz. Bizda ikki xil inkubatorlar chiqadi. Kattasi 70 talik, yana ham ko'proq deganlar uchun 110 talik bo'ladi. Mana ustiga qo'yib beramiz. 2 etajli bo'ladi, 110 talik qilib beramiz. Agar 110 talik kerak desanglar, yo'q menga 70 talik kerak bo'ladi desanglar, mana bitta o'zini qo'yib beramiz. Keyingi jarayonda setka qoqish bo'ladi. Setkamizni kompressor orqali mana bu apparatda qoqamiz. Buni ko'pchilik biladi, ustakalarimiz. Setkasini qoqamiz. Setkani razmeri mana shu bo'ladi. 1 santimetrlik katakchalik bo'ladi. Shuni qoqib chiqamiz. Keyingi jarayonda inkubatorimizdagi ichki ko'rinishi, hali qo'poq qo'yilmagan. Nimalar qo'yishligini aytib o'taman. Eng asosiysi blok vitani qo'yiladi. Keyin mana bu termoregulyator, issiqlik bir xil ushlaydigan namlik qo'yiladi, namlik o'lchaydigan qo'yiladi. Keyin bitta выключатель qo'yiladi. Bu выключателimiz tuxumni aylantirishda o'chirib yoqadigan выключателimiz. Keyin motorni ligirovka qilib turadigan, bir xil vaqtda ushlaydigan mana bu taymerimiz qo'yiladi. Mashinaning relasi qo'yiladi. Bu relay vazifasi svet o'chgandan keyin akkumulyatorga avtomatik olib o'tib beradi. Hech kim ulab qo'yish shart emas. Akkumulyatorda svet borligidan ulab qo'ya olasizlar. Svet o'chgandan keyin o'zi akkumulyatordan ishlab ketaveradi. Mana bu akkumulyator qisqichi qo'yiladi. Mana bu 220 ga ulaydigan rozetka tushunurimiz. Ichki ko'rinishi, inkubatorda isitadigan asosiy ventilyatorimiz spiralli ventilyator. Orqasiga dimoxod qo'yilgan. Bu dimoxod namlikni ligirovka qilishlik uchun ochib yopsanglar bo'ladi. Ochganinglarda namlik tushadi, yopganinglarda namlik ko'tariladi. Mana bu yerdan suv quyadi. Suv tashqaridan suv quyasizlar. Ichkariga suv idish qo'yiladi. Hozir suv idishini qo'yib ko'rsatib beraman. Mana bunday suv idish qo'yiladi. Ikki yonboshdan o'rtaga qo'yamiz. Devorga yopishtirilgan holatda turadi.
19 kungacha suv mana shu 1 santimetr kamroq qilib 19 kungacha bir xilda suv quyamiz. Keyin to'ldirib idishni to'ldirib suv quyamiz. Namligi ko'tarildi. 19-kundan keyin to'ldirib quyamiz. Keyin mana bunday bu setkamiz tayyor yo'q ekan, latogimizni setka qoqilgandan keyin o'rtaga razmer olib, ikki yonboshdan bolt teshib turib, mana o'rtadan bolt teshamiz. Keyin bu yoqdan ham teshib turib, ilib qo'yamiz. O'rtaga ilingandan keyin mana shu ikki yonboshdan sep ilamiz. Sepni mana bu motorga qatiramiz. Har 2 soatda bir o'ngga chapga qilib aylantiradi. Inkubatorning qopqog'ini ham shu Penapleksdan qilamiz. Tashqarisi dekor bo'ladi, yonboshlari burchak bo'ladi. O'rtasiga kichkina ayna qo'yib qo'yamiz. Ichini ochib ko'rmasligi uchun tepadan ko'rsanglar ham bo'laveradi. Kichkina ayna qo'yib qo'yamiz. Inkubatorimiz yarim tayyor holati mana shu. Bo'yitiga qopqoq qo'yiladi. Inkubator tayyorlash haqida qisqacha video obzorimiz bo'ldi. Kimnidir qanaqadir savoli bo'lsa kommentariyaga yozinglar, javob qaytaramiz. Bu inkubator juda xavfliginaqa nozik ish. Birgina xato tuxumda nobud bo'lishiga sabab bo'ladi, ochmasligi mumkin. Har bitta narsasiga e'tibor bilan qilish kerak. Bizda chiqayotgan inkubatorlar noldan o'zimiz tayyorlaymiz, ko'rdinglar. 70 taligini hozirgi kunda 750 ming so'm sotyapmiz. 110 talik 2 etajlik ko'rganinglar, 110 taligini 850 ming so'm qilib beramiz. Yana bitta narsa, hozirligina qilib hamkorlikka chorlaymiz har bitta viloyatda. Kichkina joyi bor odamlarga arzonroq qilib beramiz. Olib sotishinglar mumkin, yaxshigina foyda qilsanglar bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dostavka xizmati bor. Manzil Andijon shahrida. Ko'proq savollar bo'lsa kommentariyaga yozinglar, javob qaytaramiz. Pastda nomerlar qoldiramiz. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqa olasizlar. Garantiyalar qilib beramiz 5 oyga. Tushunmagan narsalarni bemalol so'rashinglar mumkin Telegram orqali. Asosan biz podolda ish qilamiz. Internet chiqmay qolishligi mumkin. Shuning uchun Telegramdan yozinglar.